Assalomu alaykum aziz kitobsevar bolajonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi siz aziz bolajonlarga eng sari kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan kitobimiz O'zbek xalq ertaklaridan Bo'ri bilan Mergan ertak. Aziz bolajonlar, inson va tabiat jonli va jonsiz mavjudotlar o'rtasidagi o'zaro iliq munosabatlar faqatgina ertaklarda hayotiy va yorqin aks ettiriladi. Do'stlik, mehr-oqibat kabi chin insoniy tuyg'ular ertaklarda ulug'lanadi. Og'a-inilar, yor-u birodarlar, hayvonlar timsolidagi do'stlarning g'aroyib sarguzashtlari, xayolotidagi barcha tasavvurlar ertaklarda haqiqatga aylanadi. Sehrli olam sirlariga guvoh bo'lishni istasangiz, ertak mutolaa qiling. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyot taqdim etayotgan ertaklar to'plami sizga yaxshi hamroh bo'ladi deb o'yladik. Ertaklarning sehrli dunyosiga sayr qilish sizga maroq bag'ishlaydi degan umiddamiz. Marhamat, ertaklar olamiga xush kelibsiz. Aziz kitobsevar bolajonlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.